Xo'p, kechagi live hakimiz ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Mana bu sharnerni bunaqasiga qo'yish xato. Bu ramkada emas, bu darvozada turish kerak deganimni bilganim, bilmaganim aytdi. Buni ichi zanglab ketadi dedi. Hozir ko'ramiz, bunaqasiga zanglaydi. Xo'p, mana o'sha sharner faqat plastik qilingan. Bunga litol surtib olaman. Suv qanaqasiga kirishini hozir sizga ko'rsataman. Bo'ktiraman suvga. Suvga yaxshilab bo'ktiraman. Menimcha bunaqa dengiz bo'ladigan darajada yomg'ir yog'masa kerak O'zbekistonda. Mana. Mana shu holatda turish kerak deganman, mana. Yopildi. Chetini qo'lim bilan artib yuboraman. Chunki u odamlar miyaga chiqqan gapi bundan-da battar bo'lib ketdi. Mana. Ke, berasan olib suvga tiqdik mana. Mana bo'kdi mana, suvga bo'kdi. Turamiz. Endi yomg'ir bunday yog'masa kerak-ku. Qotib qolardi-da, sharnering zanglab qotib qolardi. Qanaqa joyda ishlaysan, eshak miya degandek bo'ldi. Mana sharnerimiz. Ke. Qayeriga suv kirdi? Kiribdimi? Ha? Nima bo'ldi?